Elyorbek Qurbonboyev Qo'shko'pir tumanidagi 39-son umumiy o'rta ta'lim maktabining bitiruvchisi. U allaqachon talabalik baxtiga erishdi. Germaniya, Amerika, Angliya kabi davlatlarning 13 ta nufuzli universitetiga bir vaqtning o'zida qabul qilindi. Urganch pedagogika institutining xorijiy til va adabiyoti ingliz tili yo'nalishiga 186.8 ball bilan birinchi grant asosida talabalikka tavsiya etildim. Kelajakda o'z kasbimning yetuk kadri bo'lishga men ishonaman va va'da beraman. Republic of Uzbekistan. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani birinchi sinf imining 11 sinf o'quvchilarimiz bugun zakot bo'yicha respublika bosqichida faxrli 3-o'rinni egalladik. Fayzullayev Boymurod Xorazm viloyati. Agar robotimiz kichik olma bog'lar, uzumzorlarga va paxta dalalariga ham ishlatish mumkin. Katta taxtaklanmagan joylar kichik mini traktor sifatida kirib dori sepish funksiyalarini bajaradi. 5 kilometr masofadan pult orqali boshqariladi. Siz dalaning chetida o'tirib turib, kamera orqali kuzatib, dori sepishingiz mumkin. Biz bundan nimani yutib chiqamiz? Birinchi navbatda dori zararli bo'ladi. Inson salomatligi uchun zarar yetkazmaydi. Biz chetda bo'lamiz, dori hududidan va kamera boshqarib turamiz. Eng asosiy funksiyalardan biri elektr energiyasida ishlaydi. U katta bizga foyda beradi va ishlab turgan paytda ham bemalol quyosh panelidan zaryadga olib, o'zini o'zi quvvatlab boraveradi.